Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlarni xavfli shaxslar toifasiga kiritmoqchi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar terrorchilik guruhlari tufayli xavf toifasiga kiradi. MDH bosh kotibi Sergey Lebedov shunday fikr bildirdi. Terrorchilik soni ortib borayotgani, shuningdek, Markaziy Osiyo fuqarolari orasida bunday shaxslar ko'paygani haqidagi ma'lumotlar bizni xavotirga solmoqda, deydi u. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozdi. Uning ishoning deya urg'ulashicha, Rossiyada bundan buyon vaziyat oy sayin faqat yomonlashadi. Alisher Qodirov birinchi marta Rossiyadagi o'zbekistonliklar migrantlarga mamlakatni tark etishga chaqirib, u yerga ish izlab bormaslik haqida gapirmayapti. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinni qorlaydigan o'zbekistonliklar migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayriinsoniy holatlarga keskin munosabat bildirgan sanoqli faollardan hisoblanadi. U navbatdagi postida yana migrantlarga yuzlanarkan, ularni daromad uchun oilasining ko'z yoshlariga sabab bo'lib qolmaslikka chorlagan. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, dedi u. Migrantlarning Rossiyada bo'lishiga oid tartib kuchaytirilishi mumkin. Xususan, Rossiya Federatsiyasiga 3 oydan ortiq muddatga bo'lganlar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish davrini 90 kundan 30 kunga qisqartirish taklif etilmoqda, deya ma'lum qildi Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin. Tibbiyot muassasalari tekshiruv natijalarini Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga, allaqachon yuqumli kasalliklar haqidagi ma'lumotlarni esa Rostovnadzorga yuboradi. Ko'rikdan bo'yin tovlagan migrantlarga jarima solinishi, hatto sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Samara shahrida migrant ishchi xavfsizlik vositalarisiz tomdagi qorni tozalayotib, 6-qavatdan yiqilib tushgan. Jabrlanuvchi tez yordam mashinasi yetib kelguniga qadar olgan jarohatlardan vafot etgan. Tepalikdan yiqilib tushmay desangiz, ushbu qoidalarga qat'iy rioya qiling. So'nggi paytlarda xorijda ishlayotgan o'zbek muhojirlari orasida baland qavatlardan yiqilish holatlari keskin ko'paydi. Bu tasodif emas, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslikning sababidir. Siz Batman emassiz, arqonsiz himoya vositalarisiz ishlay olaman deb o'zingizni ko'tarishni bas qiling. Moskvadan Buxoro va Termizga uchgan samolyotlar tuman sabab Muqobil aerodromiga yo'l oldi. Xususan, Moskva-Buxoro yo'nalishidagi O'zbekiston Airways aviakompaniyasining HY96 reysi Navoiyga yo'naldi. Aeroflotning Afl 1876 reysi Samarqandga yo'l oldi. Shuningdek, Azimuthning Moskva-Termiz yo'nalishidagi AZ 07055 reysi Samarqandga yo'l oldi. Omsk viloyatida sud 36 yoshli O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. U Rossiya Jinoyat kodeksining 111-moddasi qasddan og'ir tan jarohati yetkazish bo'yicha aybdor deb topdi. U 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi va jabrlanuvchiga 500 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lashi ham shart. Hujum 2023-yil yozda sodir bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, yo'lovchi taksi chaqirib yordam so'rash uchun boshqa birovning bog' uchastkasiga kirgan. Uchastkada bo'lgan migrant uni o'g'ri deb gumon qilib, kaltaklay boshlagan. Jabrlanuvchi qochishga uringanida unga it qo'yib yuborilgan.
Jabrlanuvchi qochishga uringanida unga it qo'yib yuborilgan. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, it uni kamida 20 marta tishlagan. Shifokorlar jabrlanuvchining bosh suyagi singanini ham qayd etgan. Apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi va unga yengillashtirishdan bosh tortdi.